Salom talabalar. Hop, bugungi darsimiz yurak avtonomiyasi va yurak tuxum bilan ta'minlanishi va ularning bir-biriga bog'liq jihatlari. Birinchi o'rinda yurak impulsini hosil bo'lishini gaplashadigan bo'lsak, yurak o'zi avtomatik o'zi impuls chiqarish qobiliyatiga ega. Bularda vazifasini bajaruvchi bir nechta nodlarimiz bor, pacemaker hujayralarimiz bor. Ular impuls hosil qilishadi. Hosil bo'lgan impuls mushaklarga yetib borib, mushaklarda qisqarishini ta'minlab beradi. Endi bularda ko'proq impuls hosil qilishi bor, kamroq impuls hosil qilishi bor. Shunga qarab yurak tezroq yoki sekinroq urishi bo'ladi. Xo'p, mana yurakda impuls hosil bo'lishi. Yurak impuls hosil bo'lishda bir nechta nodlar bor dedim. Pacemaker hujayralari bor dedi. Ular o'sha yurakda ma'lum bir joyga, ya'ni mushaklarigacha yetib borishini ta'minlab beruvchi yo'l deb aytsak bo'ladi. Bizda dastlab sinatrial tugun. Shu yerdan dastlabki impulsimiz hosil bo'lishni boshlaydi. Buni joylashgan joyi superior vena cavani bo'lmachalarga quyish joyida o'sha ochilish qismida joylashgan superior sinatrial tugun. Endi sinatrial tugun mana shu yerda o'z-o'zidan impuls hosil qiladi va 3 ta yo'l orqali mana bu yerda joylashgan AV nodga yetib keladi. Hosil bo'lgan impulsimiz. Bu o'ng bo'lmachada joylashgan sinatrial tugundan hosil bo'ladi va o'ng bo'lmachani qisqarishiga yordam beradi. Endi chap bo'lmachada bunga o'xshagan sinatrial tugun yo'q. Shuni hisobiga bitta tarmoq beradi. Bitta tarmoq berib left atriumda qisqarishini ta'minlab beradi. Endi AV nodga kelgan impuls ma'lum bir vaqt to'planib turadi. Keyinchalik bu yurakda qorinchalaridagi tarmoqlarga beradi impulsni. Bu AV noddan ham normal holatda impuls hosil bo'lib turadi. Endi bizda qorinchalarga berdi tarmog'ini o'ng qorinchaga va chap qorinchaga. Chap qorinchani mushagi nisbatan kattaroq, buni vazifasi nisbatan ko'proq, ya'ni bu polniy organizmga qon yetkazib beradi. Bu bo'ladigan o'ng qorincha bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'pkaga yetkazib beradi, ya'ni kichik qon aylanish doirasiga. Chap tomonda ikkita tarmoq berishiga sabab, ikkita katta tarmoq berishiga sabab o'sha qorinchani muskullari katta, vazifasi kuchli va ko'p bo'lgani uchun shuning hisobiga bu yerga har o'sha muskulni qisqartirish uchun impuls kelishiga ko'proq impulsimizni olib keladigan yo'l bo'lishi kerak. Endi mana bu yerda qarang, kanal kelyapti va oxirida pacemaker hujayralarigacha yetib boradi. Pacemaker hujayralari keyinchalik mana bunday qilib yurakda muskullariga impulsni o'tkazadi. Impuls o'tgandan keyin yurakda qisqarishi bo'ladi. Normal holatda bilasiz, yurak 0,8 sekundda bir marta qisqarib bo'shashadi. Har bitta qisqarib bo'shashda bo'lmachani qisqarishi bor va qorinchani qisqarishi va undan tashqari qorincha va bo'lmachalarning bo'shashishi bo'ladi. 0,1 sekund bo'lmachani qisqarishiga ketadi. Bo'lmacha 0,3 sekund bu qorinchalarni qisqarishi, ventriklni qisqarishiga ketadi va 0,4 sekund qorincha va atrium va ventriklni bo'shashiga ketadigan vaqt, umumiy qilib aytganda shu 0,8 sekundni hosil qiladi. Bir marta yurak qisqarib bo'shash uchun 0,8 sekund ketadi. Endi qarang,
Mana bu yerda aytdik. Yozib qo'ygan. Bizda essay note bor ekan. Superior Kavani bo'lmachalar oldida ochilish qismida joylashgan essay note. Undan tarmoqlar hosil bo'lyapti. Atriumdagi tarmoqlar bu bo'lmachani qisqarishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Undan keyin impuls o'tyapti-da AV notga. Bu endokardial kushinlardan paydo bo'lgan AV notga keladi. Undan keyin bu AV not o'zidagi impulsni GIS tutamiga beradi. GIS tutamidan keyin ikkita tarmoq hosil bo'ladi. Chap tomonga, o'ng tomonga. GIS tutamiga berdi. GIS tutamiga bergandan keyin ular o'ng shoxi va chap shoxiga berdi. Chap shoxini o'zini ikkita qismi bor. Anterior qismi va posterior qismi bor. Ya'ni aytib o'tdim, ikkita tarmoq berar ekan. Birinchisi anterior mana bu left anterior, left posterior. Shularga berdi. Bular esa keyinchalik oboratda oxiri Purkinje tolalarigacha olib yetib boradi. Purkinje tolalari bo'lsa, qorinchalarda mushaklariga impulsni o'tkazadi va o'tkazgandan keyin qorinchalar qisqarishi davom etadi. Xo'p, essay note'da aytdik. Essay note superior vena cavani o'sha bo'lmachalarga quyilish joyidagi crista terminalis degan joy bor mana. O'sha xuddi mana shu yer crista terminalis deb aytiladi. Shu yerda shuni yaqinida joylashgan bo'ladi. Endi bular yurak pacemaker hujayralari bor. Pacemaker keyingi darsda bor, o'shanida aytib o'taman. AV node bu interatrial septumlar, ya'ni bo'lmachalarning o'rtasidagi to'siqda pastrog'ida joylashgan bo'ladi. Hozir shu yerda endi aytib o'tdim. Essay note, AV notelar, Purkinje tolalarigacha bular har biri impuls hosil qilish vazifasini bajaradi. Ya'ni essay note ham, mana misol uchun essay note ham, AV note ham, AV note ham, Purkinje tolalari ham har biri mustaqil ravishda impuls hosil qiladi. Endi shular impuls hosil qilishi bo'yicha, ya'ni qaysi biri ko'proq impuls hosil qilishi bo'yicha. Birinchi o'rinda eng ko'p impuls hosil qilayotgani bu essay note. Essay note'dan atriyaga borar ekan. Undan keyingi o'rinda AV note turadi. AV note'dan keyin bu boshqa. Hozir. Mana essay note turibdi. Essay note eng ko'p impuls hosil qiladi. Undan keyin atriya turibdi. Bo'lmachadan o'tadi shuni hisobiga. Undan keyin AV note turibdi. AV note'imiz essay note'dan nisbatan kamroq impuls hosil qiladi. Lekin bu o'rtacha 100 taga adashmasam 100 tagacha impuls hosil qilishi mumkin edi. Maksimal. Undan keyin GIS tutami, undan keyin Purkinje tolalari va hattoki yurakda qorinchalar ham impuls hosil qilishi mumkin ekan. Endi shu yerda impuls hosil qilish bo'yicha essay note birinchi o'rinda turar ekan, ya'ni tepadan pastga qarab impuls hosil bo'lishi pasayib ketar ekan. Bizda impulsni hosil bo'lishi tepadan pastga qarab kamayar ekan. Endi xuddi shu hosil bo'lgan impulslarimizni o'tkazilishi bor.
Mana bu ya'ni tarmoqlardan impuls o'tishi, bular endi impuls o'tishini tezligi bor. Endi u impuls o'tishini tezligi speed of conduction. Bunda eng tez o'tkazadigani bu Purkinje tolalari. Mana Purkinje tolalari impulsni eng tez o'tkazuvchi tizim. Purkinje tolalari, ya'ni undan keyin atriya turar ekan, undan keyin ventrikllar turar ekan va undan keyin mana bu yerda AV nodimiz. AV noddan keyin bo'ladigan bo'lsa, oxiri bu yerda SA nod olinmaydi, chunki SA noddan u yoqqa o'tkazadigan narsa yo'q. SA nodda hosil bo'ladi, просто o'tkazib yuboradi. Shuni hisobiga bu SA nod hisobga olinmaydi. Xo'p, endi impuls hosil bo'lishini gaplashdik. Endi bilasizlar, yurak bir xilma-xil ko'proq impuls hosil qilishi mumkin, kamroq impuls hosil qilishi mumkin yoki bo'lmasam qon bosimimiz ortib ketishi mumkin, qon bosimimiz tushib ketishi mumkin. Shunga qarab organizm javob reaksiyasi, ya'ni markaziy nerv sistemasidan boshqarilish bo'lib turadi. Xo'p, bu mana bu yerda joylashgan. Mavzuyimizda gaplashib o'tamiz. Baroretseptor, hemoretseptor degan tushuncha bor. Bu nima degan bo'lsangiz, baroretseptor va hemoretseptor. Baroretseptor bu bosimga javob beruvchi retseptorlar bo'ladi, ya'ni bosimni sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Hemoretseptor bo'ladigan bo'lsa, kimyoviy moddalar sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Endi birma-bir gaplashib chiqamiz. Retseptorlar bo'ladi aortani chiqish joyida, aorta archi. Aorta archida aortik baroretseptorlar bo'ladi. Aortik hemoretseptorlar bo'ladi. Endi ikkinchisi joylashgan joyi bu karotid baroretseptorlari, ya'ni uyqu arteriyasidagi mana bu yerda ikkiga ajralish bor. Internal karotid arteriya, eksternal karotid arteriya. Shular ikkiga bo'linish joyda karotid baroretseptorimiz bor. Uni biroz pastroqda karotid hemoretseptorlar joylashgan. Bularda o'sha retseptorlar sezgan impulsni markaziy nerv sistemasiga qaysi nervga olib boradi? Bu aorta archida joylashgan aortik baroretseptorni vagus nervi olib boradi markaziy nerv sistemasiga. Karotid baroretseptor bo'ladigan bo'lsa, glossofaringal nerv olib boradi. Endi olib borgandan keyin qanday jarayon kechadi? Deylik, yurak 100 tadan ko'p uryapti. 110 ta, 120 ta urayotgan bo'lsa, yoki yurakda qisqaruvchanligi, kontraktiliteligi oshgan holatda aortaga qonni chiqishi ortadi va mana bu yerga urilayotgan qonni bosimi ortadi. Natijada bu yerdagi aortik baroretseptorlar u bosimni sezadi. Sezgandan keyin vagus nervi orqali markaziy nerv sistemasiga olib boriladi. Markaziy nerv sistemasiga olib borilgandan keyin markaziy nerv sistemasi uni sintez qiladi va bu yurakdagi qisqaruvchanlikni keyin yurak urish tezligini kamaytirish uchun bizga vagus nervi orqali keladida, u SA noddan hosil bo'layotgan impulsni, AV noddan hosil bo'layotgan impulsni qo'pol qilib aytganingizda bloklaydi. Bloklamaydi, misol uchun faoliyatini pasaytiradi. 120 ta uryapti, bu vagus nervi orqali parasimpatik nerv sistemasi orqali stimul oladi va 90 ta, 80 ta yurak urishigacha pasaytirib qo'yishi mumkin. Endi bizda ikkinchi holat gipotenziya, ya'ni qon bosimi pasayib ketdi. Deylik, mana 80 ga
60 bo'lib qoldi. Endi mana bu yerdagi mana bu yerda joylashgan aortik baroretseptorlar, keyin mana bu yerda joylashgan karotid baroretseptorlar buni sezadi. Ya'ni bu yerga bosim past, keyin misol uchun bunda yurak qisqaruvchanligi pasaygan bo'lishi mumkin, yurak urishi sekinlashgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda bizda gipotenziya, qon bosimini pasayishi bo'ladi. Bu simpatik nerv sistemasi orqali stimul beradi. Stimul beradida bizda SA nod va AV nodga stimul beradi. Natijada bizda SA nod va AV noddan impuls hosil bo'lishi kuchayadi, yurak urishi tezlashadi. Va ikkinchisi mana bu yerdagi to'g'ridan-to'g'ri qorinchalarni muskullariga stimul beradi. Simpatetik nerv gangliyalar orqali. Bu yerga qorinchani mushak qismiga impuls bergandan keyin bu mushaklarda qisqaruvchanligi ortadi, yurakdan kardiak output, ya'ni yurakda otib berishi kuchayadi. Kuchaygandan keyin bizda qarabsizki, qonni aylanishi tezlashadi. Va simpatetik nerv sistemasining yana bir ta'siri bu qon tomirlarida toraytirish vazifasini bajaradi. Endi bizda organizmda qon tomirlar toraydi. Torayish hisobiga nima bo'ladi? Qon bosimi ortadi. Va 80 ga 60 bo'lib turgan joyda 120 ga 80 bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni normal holatga ko'tarib berish vazifasini bu organizmda normal javob reaksiyasi deyiladi. Endi aytib o'tdim, baroretseptor bor dedik. Bularni gaplashib chiqdik, mana bir boshdan gaplashib chiqdik. Bu qachon ishga tusharkan, ya'ni qon bosimi tushib ketganda, qon bosimi ortganda, yurakda qisqaruvchanligi ortganda, yurak urishi tezlashganda ishga tusharkan. Lekin bular mana bu yerga kelib impuls hosil qilib bermaydi. Yo buni stimullaydi yoki bo'lmasam faoliyatini pasaytiradi. Xolos. Bular kelib mana bu markaziy nerv sistemasidan olib kelib, impuls olib berib, qorinchalarni qisqarishini nima qilib bermaydi. Impulsini hosil qilib bermaydi. Shunchaki bu impuls keladi, bu yerda vazifa bajarayotganlarni faoliyatini kuchaytirib qo'yadi xolos. Endi bizda ikkinchi organizmda sezgir qismi bu hemoretseptorlar. Hemoretseptor nima degan bo'lsak, bu qondagi kimyoviy moddalarni oshish yo kamayishiga qarab bular javob reaksiyasini beradi. Bunda deylik, mana qonda kimyoviy moddalar, misol uchun karbonat angidridni miqdori oshdi. Karbonat angidridni miqdori oshgandan keyin yurakdan bu yerdan ishlab chiqarilyapti va mana bu yerdagi mana sariqda belgilangan aortik hemoretseptorlar bor. Shu hemoretseptorlarga keladi. Bu yerda hemoretseptorlar demak qonda karbonat angidridni miqdori oshdi. Organizmga kislorod yetishmovchiligi bo'lyapti deydi. Qon aylanishini tezlashtirib, o'pkaga olib borish kerak yoki bo'lmasam buyrakka gidrokarbonat holatida, xullas organizmdan chiqarib yuborishda paydo bo'lib qoladi. Tepada joylashgan karotid hemoretseptorlar. Karotid hemoretseptorlar bular bosh miyaga ketayotgan qondagi o'sha kimyoviy moddasini sezib turadi. Shu yerda karbonat angidrid miqdori baland, uyqu kelishni boshlaydi o'zi. Bu miyaga deydi kislorodli qon kam boryapti deydi. Bular ham markaziy nerv sistemasiga beradi impulsni. Shuni sezib, xuddi baroretseptorlarga o'xshab markaziy nerv sistemasiga beradi. Markaziy nerv sistemasi shunga qarab ko'proq ikki xil vazifa bajaradi, aytdik. Bunda karbonat angidrid miqdori oshib ketdi. Qon aylanishini tezlashtirib berish uchun SA nod, AV nodlarga stimul bo'ladi va qon aylanishi tezlashadi. Qon aylanishi tezlashsa nima bo'ladi? O'pkaga, buyraklarga qon yetib borishi tezlashadi.
Buyrakda gidrokarbonat holatda, o'pkada bo'lsa karbonat angidrid holatda chiqib ketadi. Xo'p, mana bu yerda ham yozilgan ekan, mana karbonat angidrid miqdori normal holatda 60 mm simob ustidan past bo'ladi, lekin 60 mm simob ustidan ko'tarilishi bilan bu yerdagi hemoretseptorlarimiz sezadi va bizga javob sifatida o'sha qon aylanishini kuchaytirish uchun yurakni urishini kuchaytirib beradi. Umuman olganda shular. Mana baroretseptorga bitta misol bergan ekan. Qon bosimi tushib ketdi. Qon bosimi tushib ketgandan keyin yurakka qon kelishi va arteriyalardagi bosim pasayadi. Arteriyalardagi bosim pasaygandan keyin bu mana bu yerga baroretseptorlarga bosim urilishi kamayadi va natijada afferent baroretseptor ta'sirlanadi va ketdi. Markaziy nerv sistemasiga olib bordi. Markaziy nerv sistemasiga olib borgandan keyin deydi, qon bosimi pasayibdi deydi-da. Srazi simpatik nerv sistemasini faollaydi. Qon tomirlarini toraytiradi. SA nod, AV nod va qorinchalarda muskullarni kontraktilitesini, SA nod, AV nodda impuls hosil bo'lishini kuchaytirib beradi. Yurak avtonomiyasi asosan shulardan iborat. Buni bir qaytarasizlar, first aiddan ko'rib, bu videoni ko'rasizlar, keyin ChatGPT bilan tushunmagan joylaringni tushunib, agar unday ham bo'lmasa, keyin so'rasalar ham bo'ladi. Kichik konsepsiya bor mana bu yerda. Bular nima degan bo'lsak, bu atrial natriuretik peptik va brain natriuretik peptiklar bor. Bularning vazifasi qon bosimi ortib ketganda chiqadi. Ya'ni qon bosimi ortganda yurakka bosim kuchli keladi va kuchli kelgandan keyin yurak kelgan qonni to'liq qabul qilish uchun yurak kengayadi. Yurak kengaygandan keyin mana yurak bu tomonga kengayadi. Kengaydi. Kengayish hisobiga bizda atrial natriuretik peptid va bon natriuretik peptidlar bor. Bular yurakda qorincha va bo'lmachalardan chiqadigan moddalar. Bularning vazifasi chiqadi. Chiqqandan keyin qon bosimi baland. Demak, srazi buyrakka borishadi bular atrial natriuretik peptidlar. Borgandan keyin natriyning so'rilishini bloklashadi. Normada buyrakda aldosteron bor. Aldosteron bu natriyning so'rilishini ta'minlab beradi. Endi shunga qarama-qarshi qon bosimi ortib ketganda yurakdan chiqadigan moddalar atrial natriuretik peptid, brain natriuretik peptidlar aldosteronni bloklab qo'yadi va natriyning so'rilishi pasayadi. Natriy bilan birgalikda o'zi suv so'rilardi. Aldosteron natriy tortib olish natijasida tuzni tortib oladi. Tuz bilan birgalikda suv so'rilardi. Endi o'sha natriyning so'rib olinishi bloklanyapti. Bloklanishining hisobiga suv ham so'rilishi pasayadi. So'rilish pasaygandan keyin CD ajralishi balandlashadi. Qonni hajmi, volyumi nisbatan pasayadi va natijada qon bosimimiz pasayishi mumkin. Shu holatda ishlaydigan moddalar. Bu normal holatda chiqadigan yurakda javob reaksiyasi hisoblanadi. Xo'p, endi yurakda qon bilan ta'minlanishi, shunga bog'liq joylari bor, ya'ni SA nod, AV nodlarni chiqarib beradigan o'zi mana. Xo'p. Mana. Demak, yurak
barcha organizmdagi organlarni qon bilan ta'minlagan bilan birgalikda o'zini ham albatta qon bilan ta'minlanishi kerak. Chunki kislorod, oziq moddalar albatta kerak bo'ladi. Bunda o'zini qon bilan ta'minlovchi koronariy arteriyalarimiz bor. Koronariy arteriyalar bular qaysilar? O'ng, ya'ni chiqish joyi aortal sinus, aorta sinusida joylashgan. Ya'ni mana aorta chiqishida ikkita aorta sinus deb nomlanadi. Shu yerda right coronary artery, left coronary artery bo'ladi. Right coronary artery qayerlarda qon bilan ta'minlaydi, qayerlarga tarmoq beradi degan bo'lsak, right coronary artery chiqadi. O'zi aorta sinusdan chiqyapti right coronary artery o'ng tomondan. U chiqadida birinchi o'rinda SA nodga tarmoq beradi. SA nod bilasiz, impuls hosil qilishini bajaradi. SA nodga tarmoq beryapti. Agar shu SA nodda bergan tarmog'ida arteriyada stenoz yoki bo'lmasam tiqilish bo'lishi mumkin, tromb bo'lishi mumkin. Shu holat bo'ladigan bo'lsa, yurakda avtomatik impuls hosil bo'lishi kamayadi. Ikkinchisi AV nod. AV nod bo'ladigan bo'lsa, AV nodga tarmoq berar ekan, AV nod ham impuls hosil qilishni bajarardi. Endi shu yerda AV nodda stenoz yoki bo'lmasam tromb bo'lishi mumkin, bleshkalar bo'lishi mumkin. Shu holatda muammo qandaydir kasallik orqali bu yerga qon kelmay qoldi. Keyin kelmay qolgandan keyin AV noddan impuls o'tishi pasayadi, plus AV nodda impuls hosil bo'lishi kamayadi. Ikki tomondan. Birinchisi SA noddan kelayotgan impulsni o'tkazib berish kerak, ikkinchisi o'zi ham impuls hosil qiladi. Shu holatlarda agar arteriyalarda muammo bo'ladigan bo'lsa, impuls o'tkishi va hosil bo'lishi kamayib ketadi. Va dominantligi bor. Bu posterior descending artery, ya'ni posterior interventricular arteriyalarga dominantlik orqali beradigan bo'lsa, yurakda orqa qismlarini ham qon bilan ta'minlanishi mumkin. Mana keldi. Aortic sinusdan chiqyapti. Birinchi o'rinda mana bu yerga SA nodga tarmoq berdi. Undan keyin chiqadi. Chiqib turib mana bu yerda joylashgan AV nodga tarmoq beradi. Right coronary artery kelyapti-da, mana bu yerda marginal arteriya bor. Marginal arteriya vazifasi o'ng qorinchani qon bilan ta'minlash. Marginal arteriya qon bilan ta'minladi va coronary arteriya agar dominant bo'ladigan bo'lsa, orqa tomonga o'tib ketadi-da, PDA, posterior descending arteriyani qon bilan ta'minlaydi. Chap tomonda bo'ladigan bo'lsa, chap tomonda ham xuddi aorta sinusdan chiqyapti. O'ng tomonga o'sha right coronary arteriyaga qarama-qarshi tomonda left coronary arteriya chiqadi. Left coronary arteriyani asosiy ikkita tarmog'i bor. Birinchisi left circumflex arteriya, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa left anterior descending arteriya. Bizda old tomonda joylashgan left anterior descending arteriya, ya'ni left chap oldingi tushuvchi arteriya. Bu qayerlarda qon bilan ta'minlaydi? Mana o'zi yurakda old tomon degan, mana deylik, old tomonda. Endi kelyapti-da, birinchi o'rinda mana ta'minlayapti. Bu yerda qaysi qismi joylashgan? Left ventricle joylashgan. Left ventricle'da qon bilan ta'minlayapti oldingi qismini. Va mana bu yerda yurakda cho'qqisi bor, apex deyiladi. Yurakda cho'qqisini qon bilan ta'minlayapti. Va mana bu yerda qorinchalarda to'sig'i bor. Interventricular septum deyiladi. Interventricular septum deyiladi. Bu oldingi 3 dan 2 qismini left anterior descending arteriya ta'minlaydi. Va yana bitta left anterior descending ta'minlaydigan joy bu
Mana deylik, yurak. Mana bu yerda to'siq bor ekan. Mana bu yerda 2 tabaqali, mana bu yerda 3 tabaqali klapanlar. Mana shu klapanlarni ushlab turadigan papillari muskullarimiz bor. Mana tendonlari bo'ladi. Xuddi mana shu papillari muskulni anterior papillari muskul va middle o'rtadagi va oldingi papillari muskullarni left anterior descending artery qon bilan ta'minlab beradi. Xo'p. Endi bu left circumflex ikkinchi tarmog'i. Left circumflex mana o'zi ko'ryapsiz-da, lateral tomonga qarab o'tib ketyapti. Lateral tomonga qarab o'tib ketgandan keyin yurakda o'sha lateral qismlarni, ya'ni chap qorinchani lateral qismini, chap bo'lmachani lateral qismini left circumflex ketdi. Bu o'sha yurak left ventricle'da lateral qismini, bo'lmachani lateral qismlarini qon bilan ta'minlab beradi. Mana left anterior descending artery. Bu interventrikulyar to'siqni oldingi 3dan 2 qismini, gis tutamini va apexda qon bilan ta'minlab berar ekan. Left circumflex artery bo'ladigan bo'lsa, bu ham marginal branch bor ekan left tomonda. Bular o'sha lateral qismini qon bilan ta'minlaydi. Posterior inferior left ventricle devori. Bu endi qachon bo'ladi? PDA'da. P posterior descending artery ga dominant bo'ladigan bo'lsa, shu holatda qon bilan ta'minlaydi. Mana oldingi tomondan ko'rsatib qo'yibdi. SA notga bergani, right coronary artery tushyapti. Mana bu yerda AV notga beradi. Right marginal arteriyaga shoxiga beryapti. Right marginal shoxi bu o'sha o'ng qorinchani qon bilan ta'minlar ekan. Bu joylashishlariga. Mana left coronary artery chiqyapti-da, left circumflex va left anterior descending shoxiga ajralyapti. Left circumflexdan left marginal shoxi chiqyapti. Bu lateralda qon bilan ta'minlayapti. Shular ekan. Endi berishi mumkin, o'sha aytdik, posterior descending shoxiga berishi mumkin ekan. Mana bir shuni orqa tomondan ko'rinishi bor. Chap tomondan olishi mumkin, o'ng tomondan olishi mumkin. Posterior descending artery. Bu qayerlarda qon bilan ta'minlaydigan bo'lsangiz, qorinchalarda posterior yuzasini, bo'lmachalarda posterior yuzasini va mana bu yerda o'sha ko'rsatdim. Qorinchalar o'rtasida to'siq bor. Oldingi 3dan 2 qismini lat left anterior descending ta'minlayapti. Endi orqa 3dan 1 qismi qolyapti. Buni PDA posterior descending artery ta'minlaydi. Xo'p, qon bilan ta'minlanish nimaga kerak deganingizda, bu qon bilan ta'minlashni o'rganishimiz yurak infarktlarida ko'proq asosiy rolni bajaradi. Chunki qaysi yurakda aynan qaysi qismi zararlanganini bemalol bilib olishingiz mumkin. Shu qon tomirlarida yaxshi bilsangiz, qayerda, misol uchun deylik, mana bu qorinchani mana shu qismida infarkt kechyapti desak, infarkt posterior yuzasida kechyapti ekan. Shuni biz
kompyuter tomografiyami yoki boshqa tekshiruvlar orqali bilsak, endi bildik. Mana shu yerda biz qon bilan qayerda qon bilan ta'minlanishini bilishimiz kerak. Bu bizga qaysi qon tomirida bilyashkalar bo'lishi mumkin yoki o'zan tromb tiqilgan bo'lishi mumkin. Shunga qarab qaysi qon tomirda tiqilganligini bilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda endi qon tomirlarida qaysi qavatlaridan o'tganlarini ko'rsatgan. Bizda yurakda asosiy 3 ta qavati bor va uni tashqarisini o'rab turgan yana bir qavat perikardium. Undan keyin uni pastida epikard qismi bor, miokard qismi bor va endokard qismi bor. Bizda epikard qismida pastida epikard qismida subendokardial yog' qismi bo'ladi. Subendokardial yog'li qismida qon tomirlar shu yerdan joylashgan bo'ladi. Asosiy katta qon tomirlar, ya'ni cardiac vein, coronary arteriyalar. Bu yerdan chiqadida muskul qavatga tarmoq beradi, kapillyarlargacha ajralib va oxiri endokard qismiga keladi. Endokard qismidagi qon tomirlar eng kichik, ya'ni diametri o'zi ham kichik, eng kichik bo'lgan qon tomirlar hisoblanadi va undan keyin yana qaytadida venaga qarab o'tib ketadi. Eng kichik yurak venalari joylashgan mana shu yerlarda. Endi bu nima uchun kerak deganingizda bu konsepsiya agar mana shu yerdan stenoz bo'ldi deylik, bitta qon tomirida stenoz kichik to'siq paydo bo'lgandan keyin bu yerga o'z-o'zidan qon kelishi pasayadi. Birinchi o'rinda zararlanadigan joy bu endokard qismi hisoblanadi. Mana bu yerda esenotdan hosil bo'lishlarini mana aytgan. Mana bu yerda evinotga kelyapti, keyin tarmoq beryapti, tarmoq bergandan keyin Purkinje tolalariga o'tyapti. Purkinje tolalari bo'lsa yurakni mushaklariga o'tkazyapti. O'tkazgandan keyin yurak qisqaradi. Mana bu yerda rentgen. Yurakda rentgen orqali ko'rinishi. Qarang mana. Mana bu superior vena cava. Bunday keldida mana yurak bunday joylashyapti. Mana bu yerdan qon tomir mana bunday kelib turib qaytyapti. Bu qaysi qon tomir? Bu aorta. Aortic arch, aorta yoyi. Shuni yonida mana bu yerda bunday ketgan left pulmonary artery bo'ladi. Endi qarang mana yurak mana shunday yonboshlab joylashgan bo'lsa, bunday bo'lyapti. Bunday bo'lsak, right atrium, right ventricle, left ventricle, left atriumlarga bo'linadi. Mana shu rentgenda ko'rinishi. Demak, talabalar, darsimiz tamom. Bugungisi yurak avtonomiyasi va yurak qon bilan ta'minlanishi va ularni bir-biriga bog'liqlik joyi. Salomat bo'ling.